Assalomu alaykum qadrli savodashlar. Bugun biz yangi o'quv ingliz tilining birinchi, ikkinchi darsini o'tamiz. O'tgan saytda biz Amerika ingliz tilidagi tovushlarni o'tab bo'lgan, so'zliq tovush va o'zlik tovushlarni. Endi yangi o'quv ingliz tili birinchi qism. Men sizlarga buni PDF nusxasini berib bergan. Ondan boshqa endi biz nima uchun yangi o'quv ingliz tili birinchi qismini o'tamiz degan masala kelib chiqadi bu yerda. Nima uchun boshqa darsni o'tmaymiz? Chunki bu bak konu tuzilgan dars. Nima uchun buni o'tamiz degan chaqda buning ilmiyligi bak yuqori. Men nurg'un kitoblarni ko'rgan, bu yerda grammatika jihatdan bo'lsin, so'zlik jihatdan bo'lsin, bir taqalab ketish, atlab ketish, lekin tuyuqsiz bak murakkab grammatika chiqish avvallar bor, lekin ma'noda grammatika intayin siliq, qadam bosqichliq. Ma'noda so'zliklarmi shu? Ondan başqa endi yangi o'quv ingliz tilining birinchi qismida asosan 70% ingliz tili grammatikasi chiqib bo'ldi. Ikkinchi qismga chiqqan chaqda, ikkinchi qismda qayta takrorlandi. Ikki qismda o'tayotgandan keyin asosan ingliz tilida o'rganishtirish grammatika asosan tugaydi. Shunga biz yangi o'quv ingliz tili birinchi qism, yangi o'quv ingliz tilini tanladik. Endi bu ishni davom qilamiz. Shunga oldin bilan sizlarga bir tushuncha berib qo'yay. Anandan keyin biz darsimizni boshlasak, birinchi dars qarasanglar, balkim ba'zilaringlar buni nima qildinglar, ko'paytib chiqdinglar shunaqo. Ko'paytib bosdinglar. Ko'paytib bosmaganlar hamda bir ko'paytib bosadigan bir asbobni topib yoki bo'lmasa ko'paytib bostirish o'rniga qo'yib bostirsanglar, unchalik ko'p chiqmaydi, birinchi dars nima to'g'riliq dars ekan? Excuse me, Excuse me degan gap, bu uyg'ur tilidagi nima bilan o'xshash desanglar, xapmay, maqarna deymiz-ku. Ashundan bilan o'xshash, Xuddi bu nimaga ishlatamiz degan chog'da boshqalarninki diqqatini tortish uchun ishlatamiz. Endi ikkinchida kechiring degan ma'nosi bor. Bir yerdan masalan bir to'p odamning orasidan o'tmoqchi biz. Ashuna vaqtida biz excuse me deymiz. Xapmayman o'tib olsam degan ma'nosi chiqadi. Boshqa gap qilmasam bo'ldi. Shu tekstgan, excuse me, kechiring. Kechiring deb tarjima qilingan, lekin kechiring degan gap ma'nosi chiqmaydi. Tutsangiz degan ma'nosi chiqadi, Avval tekstni bir o'qib olsak, Excuse me, yes. Is this your handbag? Pardon. Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Mush tekst shu. Yani bir ayol so'mkasini unutib qoldi. Unutib qolgan keyin bir ayol, "Men sizning so'mkangizmi? Unutib turgan, men sizning so'mkangizmi?" deb so'raydi. Ovoz kuchli bo'lgach anglamaydi, qaytadan tapiring deydi. Shu tekst, sal turib yana bir tafsil to'xtalamiz. Ana keyin so'zlik va anaki ikkinchi darsningki, odatda yangi o'quv ingliz tilininki taq darsliklar, taq nomerlik darsliklarning hammasida mazmun bor deganimiz tekst bor, andan keyin grammatika bor. Endi qo'sh nomerlik, ya'ni qo'sh nomerlik tekstlarning hammasi qanday desanglar, mashq teksti, lekin biz buni o'tamiz. Chunki mashq tekstida nurg'un yangi so'zlar bor, bu so'zlar bilish tegishli so'zlar, shunga buni o'tamiz. Lekin anda tafsili so'zimsakmi, shu bizningki haqiqiy taq nomerlik darslarni o'tab bo'lgandan keyin buni o'zing bilalaysizlar, Ana keyin so'zlik bor. So'zliklar qarab boqaylik, oldi bilan biz o'qishni o'rganib bo'lgandan o'qishni o'rganib bo'lgandan keyin biz amaliyotda mallarni qanday qilamiz? O'qiy olamiz. Lekin buni o'qishni o'rganib olgandan keyin o'qiy olaman dema, yo'q, men sizlarga degandim, bir shikay yoki 3 oy shu to'xtamay men o'qish jarayonida qanday qo'shib o'qiymiz deganni o'rgatgandan keyin shu bo'yicha o'qishni o'rganib olasizlar. Herkes bir qatam degan yo'l olmaydi. Masalan, mana so'zni qarab boqaylik. Birinchi tovush nima ekan? Agar tovushni ko'rib boqqan bo'lsanglar, tovushni cho'qim ko'rmasanglar, yetishmaysizlar. Mana tovushni biz nima deb olgandik? E'dagi e'dan tuvan chiqadigan eti. E'ga kni qo'shsak ek. Ana keyin nimkan ska. Sizning kengisi nimkan k. K-ga u. Ma qo'shimiz to'xtavish deb o'rgandik-ku. U-ni qo'shsak q. Z-ni qo'shsak q's, Excuse. Excuse.
Әмма üstüde miyada bir nim turdu, urgu turdu. Urgu deyen gap nim deyen gapte men tushundirgandim, shunun orqasidagi tovushning eng kuchli qalsiz deyen gapte. Undan sa excuse. Yani si eng kuchli kelinike. Undan sa excuse, ha? Excuse. Sini kötürsizler, ha? Excuse. Excuse deyen gap kechiring, xafa mısınız deyen gap, ha? Haqlarning bay dedim, haqlarningki diqqatini tortish uchun. Yoki xapmay seltib turing yoki xapmay o'tib olsam bo'ptikan degan vaqtda ishlatilgan so'z, ha? Excuse, ha? Excuse, ha? Excuse. Endi ikkinchi so'z birinchi tovushi nima ekan? Mimkan. Nimga i'ni qo'shsak, mana shu chekitmani i deb olamiz so'zimiz degan-ku, i'ni qo'shsak nima ekan? Me, ha? Me. Me degan meni, manga, mendin degan ma'nosi chiqadi. Ya'ni demakchi me degan gap to'ldiruvchilik shakli deymiz. To'ldiruvchining hukmi sanglamayli. Harakatni qilmaydigan, harakatni qabul qiladigan holat. Masalan, meni u deydisak, meni degan gapning bo'ldi, harakatni qabul qiluvchi bo'ldi. Ya'ni bu yerda ego olib kelinmaydi. Men deganninki to'ldiruvchilik shakli. Ya'ni harakatni qabul qiluvchilik shakli. Uyg'ur tilidagi ma'nolardan meni, manga, mendin degan ma'nosi chiqdi. Masalan, excuse me degan shu tekstniki nimskan, shu demiskan go excuse me degan gap meni kechiring. Meni kechiring. Yani xafa bo'lmay degan ma'nosi chiqdi. Ham keyingi so'z 41-chi tovush nima ekan? Yihqa ni qo'shsak ma tovushni deb bo'lganda qo'yni aytizolsildi. Sni qo'shsak yes. Yes deganni demsak bilsa, yes degan shundoq ma'qul bo'ludi degan ma'nosi chiqdi. Ham keyingisi Mao birinchi tovushi nima ekan? Ekan. Ega zni qo'shsak is, ha? Is. Is emas, is. Amerikaliklar is deb oldi. Is. Is degan bo'lsa degan gap. Bo'lsa deganga Uyg'ur bir kesim fe'l shunaqa. Bo'lsa degan nima ishlatamiz? Ya'ni Uyg'ur tilida o'xshash uchinchi bir odamga, ha? O qiz bo'lsa biroq o'g'chi deymiz-ku, bo'lsa. Üçüncü bir adamga yoki üçüncü bir tal narsaga ishlatamiz. Bir tal narsaga yoki bir tal odamga. Ya'ni buni ilmiyroq degan joyda uchinchi shaxs birlik deymiz. Uchinchi shaxs birlik degani nima desanglar, bir tal narsa yoki u kishi yoki u ayol kishi bo'lgan joyda isni ishlatamiz. Bo'lsa degan ma'nosi chiqadi. Bo'lsa degan ma'nosi chiqadi. Bo'lsa, is, bo'lsa. Masalan, erlarga uchinchi shaxs, uchinchi shaxs deganimiz nima? U qiz bo'lsa, u er bo'lsa yoki u narsa bo'lsa deymiz. Endi bo'lsam deganni boshqacha deymiz. Bo'lsam deganni boshqacha deymiz. Is degan nima ekan? Ya'ni bo'lsa. Uchinchi bir odamningki birlikka ishlatildi. Yoki narsaniki, uchinchi bir narsaniki. Nima ekan? Tilni tishlagan birinchi tovushi, tilni tishlagan z'ni qo'shsak the, s'ni qo'shsak this. This degan gap, bu degan gap. Ya'ni qo'limiz yetadigan yenimizdagi bir tal narsani bu degan chaqda this deymiz, this. Agar qo'limiz yetadigan jiq narsalar qolsa, these deymiz, buni keyin o'rganamiz. Masalan, jiroqdagi bir tal narsa bo'lib qolsa, that deymiz. Agar jiroqdagi jiq narsa bo'lib qolsa, those deymiz, those. Endi keyingisi birinchi tovush nima ekan? Yehkan. Yehqa o'ni qo'shsak you, ni qo'shsak your, your, your degan sizning, sening, sizlarning, o'zlarining hammasi keldi. Ya'ni ikkinchi shaxsningki bizning Uyg'ur tilida intayin ko'p ayrıqliq. Masalan, sening deymiz. Bu ba'ziga qo'pol olindi. Sizning deymiz, bu o'rtaq ishlatildi. O'zlarining deymiz, bekroq hurmat qilgan chog'i sizlarning deymiz. Ya'ni bekroq hurmat qilgan chog'i bu Uyg'ur tilida bu ko'p ayritilgan. Sening, sizning, o'zlarining, sizlarning degan deymiz-ku. İngiliz tilida faqat birlama bu. Your deseklam sizning bo'ldi, sizlarning bo'ldi, o'zlarining, sening, hammasiga sizning, hammasiga mush bir tislamishlar. Your, sizning degan gap, sizning, sening, sizlarning, o'zlarining. Ko'plik bo'lsa o'xshash, your ni ishlatamiz. Your, sizning. Agar nimgan
birinchi tovushi keyingi so'zniki qani qo'shsak ha, ni qo'shsak hand, ni qo'shsak hand, hand. Keyin imkan qani qo'shsak ba, ni qo'shsak bag. Ammo ostiga bir chekit qo'yib qo'yingni, ikkisini sal ayirib desangiz bo'ladi degan ma'nosi chiqadi, hand bag. Handbag. Handbag degan qo'l so'mkasi degan gap. Hand degan qo'l degan gap, so'mka degan bag deymiz. Ikkisi qo'shilib qo'l so'mkasi bo'ladi. Handbag. Handbag. Diqqat qilinglar. Birinchi tovushi faqat havo dedi-ku. Ani qo'sa ha, ni qo'sa hand, ni qo'sa hand. Baqani qo'sa ba, ni qo'sa bag. Handbag, qo'l so'mkasi degan gap. Endi keyingisi, buni ko'pincha anglab bilasizlar, menimcha thank you degan gap, ya'ni rahmat sizga degan gap. Buning o'qib baqsak, birinchi tovush nima ekan? Tilni ishlagan si ekan. Qani qo'shsak sa, ni qo'shsak thank, ni qo'shsak thank, thank. Mana nima deb degandik? Yeh deb degandik. Yehqa ni qo'shsak ye. Thank you. Thank you. Thank you deb yumshangan bo'ldi. Thank you degan gap angliyacha thank you. Thank you. Yeah. Aytizlam deysizlar. Thank you. Rahmat sizga degan gap. You degan siz degan gap, Anonikin ma'nomi meningcha anglab boqqansizlar. Birinchi tovush nima ekan? Vga. Ya'ni og'izni ustdan tish, ostdan qalbni ustiga taqishga odatdagi vga. Vgani qo'shsak va. Urga i'ni qo'shsak vra. Re. Very. Very. Re. Re. Mgan qo'shsak much, qo'shsak much. Very much. Very much degan gap intayin bag ko'p degan gap. Intayin bag ko'p degan gap. Bu birinchi darsning so'zliklari, ikkinchi darsning so'zliklari qarab boqaylik. Birinchi so'z nima ekan? Pika. Pikani qo'shsak pa, ni qo'shsak pan. Pan degan siyo qalam gangbi deb qo'yamiz, ammo u Xitoychada yoki siyo bilan mang'digan qalamlarimizni pan deymiz. Ikkinchi so'zni o'qib baqsak, birinchi tovush nima ekan? Pika. Pikani qo'shsak pa, ni qo'shsak pan, sqa ni qo'shsak ni qo'shsak s. Ma'ni anga qisqas ol deb o'qiymiz dedik-ku, unda ol. Pencil. Pencil emas, pencil. Pencil degan qora qalam, qarindosh. Ya'ni biz ba'zi yerda qora qalam deb ataymiz, ba'zi yerda qarindosh deb ataydi. O'xshash, Keyingisi. Birinchi tovush nima ekan? Ma'niki baqqa. Baqqa ni qo'shsak book, ni qo'shsak book. Mana deb chiqaramiz degandik. Bir yerib qolgan chog'i chiqadigan bilan o'xshash degandik. Baqqa ni qo'shsak book, ni qo'shsak book. Kitob degan gap, kitob, book. Keyin imkan ammo W qanaldiq, eg'iz o'tirg'ish qilib ikki yang darali childi. Qa ani qo'shsak wa, ni qo'shsak watch, watch. Watch emas, watch. Angliyaliklar watch deb oldi, Watch. Watch degan qo'l saati. Ya'ni bir fe'llik ma'nosi va ko'rish. Masalan, televizor ko'rishdiki ko'rishni watch deymiz. Shu vaqt kelgancha degansak bo'ldi. Watch, watch. Endi keyingisi birinchi tovush nima ekan bu? Qa ma qo'shma so'z tovushgan o degan to'q. Qni qo'shsak coat, ni qo'shsak coat. Coat degan nima? Palto degan gap, palto. Coat, palto. Agar mana ekan birinchi d bilan r qo'shilsa j deb o'qiymiz, j. Qa an qo'shsak dress, ni qo'shsak dress. Dress degan uzun ko'ylak, uzun ko'ylak, dress. D bilan r qo'shilsa j deb o'qiladi, dress, uzun ko'ylak. Agar mana qo'shsak birinchi tovush nima ekan? Skan. Sizni keyingisini qa ni qo'shsak mana deb bilgandik-ku, cur. Ni qo'shsak curd. Skirt, skirt. Skirt degan gap yubka degan gap, yubka, skirt. Keyingisini qarasak, ma'noning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Og'zimizni kichik valni gap qilmoq degan chog'da sh degan o'xshash, Shqa ni qo'shsak shirt, ni qo'shsak shirt, shirt. Shirt degan gap ko'pta degan gap, ko'pta.
Agar mana birinchi tovush nima ekan? K. Qani qo'shsak ka, rni qo'shsak car, car. Car degan mashina, car, mashina. Endi ma'noni qarasak, birinchi tovush nima ekan? Bir havo ekan. Shunaqo, ma xey deb chiqarmaysizlar dedim, bir havo ekan. Ma qo'shimcha tovush ekan, buni nima deb o'qigandik? Ow. Qa ni qo'shsak how. Sni qo'shsak house, house. House degan gap uy degan gap, uy. House. Herkes house deb amanglar. Mana bu bir havodan iborat. House, house. Endi sözcüklerini qaytadan bir o'qib olsak, excuse, kechiring. Xafa misiniz? Hey, tuturing. Me, meni, manga. Mendin. Yes, buludu, ma'qul. Is, bo'lsa. This, bu. Bir tal narsaga ishlatilganimizdiki. Your, sizning, sizlarning, sening. Handbag, qo'l so'mkisi. Pardon, xapamay qayta depasangiz. It, u. Thank you, rahmat sizga. Very much, intayin, back. Pen, siyah qalam. Pencil, qarindosh. Book, kitob. Watch, qo'l soati. Coat, palto. Dress, uzun ko'ylak. Skirt, yubka. Shirt, kopta, ko'ylak. Car, mashina. House, uy. Yana bir qatam o'qib qo'yay. Excuse me. Yes. Is. This. Your. Handbag. Pardon. It. Thank you. Very much. Pen. Pencil. Book. Watch. Coat. Dress. Skirt. Shirt. Car. House. Sözcüklerini ben o'qigandek necha qatim qayta o'qib o'tmasanglar og'zinglar kelmaydi. Lekin eng bilan qiladigan ishinglar cho'qim o'qilishini yaxshi bilish kerak. Anani keyin qayta deyish kerak. Hem tekst qarab boqaylik. Tekstim debdi. Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Okay. Bunun tercümesi nima desanglar? Excuse me. Tutturinga, hey, xapamay, maqiranga degan gap, Yes. Maqirang, Yes degan ma'qul bo'ldi degan gapdi. Yes degan gap bir odam qara. Ha? Deymiz qo'y. Deymiz qo'y. Ahanglar. Nim demakchi degan ma'no chiqadi, Yes. Nim bo'ldi, nim demakchi, nim gap patdi degan ma'no chiqadi. Ahanglar chiqaramiz. Yes, nima? Deymiz qo'y, shunga o'xshash chiqadi, Is this your handbag? Bu sizning qo'l so'mkingizmi? Bu sizning qo'l so'mkingizmi? This is your handbag. Qaranglar, diqqat qilinglar. Ingliz tilida Uyg'ur tiliga o'xshash ikki xil fe'llar bor. Birinchisi kesim fe'l, ikkinchisi harakat fe'llari. Kesim fe'l deganni tushunmasanglar, Uyg'ur tilida bo'lsam degan gap, kesim fe'l degan gap shu. Uyg'ur tilida biz buni kesim fe'l deymiz. Ingliz tilida bu bo'lsa degan kesim fe'llar bor. Endi buning ichidagi birinchi dars chiqqani faqat is degan bo'lsa degan nimga ishlatamiz, ya'ni uchinchi bir shaxsga, ikkimiz paranglashayotganmiz-ku, boshqa yerda uchinchi bir shaxs yoki uchinchi bir narsaga ishlatamiz, uni bo'lsa deymiz. Masalan, u qiz bo'lsa, o'quvchi degan o'xshash. Endi diqqat qilinglar, ingliz tilida be fe'l deymiz yoki bo'lmasa kesim fe'l deymiz. Kesim fe'l degani nima? Gapning kesidir. Ya'ni sen bo'lsang oshiq, men bo'lsam do'st, u bo'lsa mesela aqlliq deymiz-ku, ya'ni kesim fe'l degan shu gapning kesidir.
u zat qanday bo'lsa degan gap. Endi ingliz tilida mushu fe'llarni biz kesim fe'l Uyg'ur tilida buni kesim fe'l deymiz. Ingliz tilida buni be fe'l deydi, be fe'l deydi. Undan boshqa bu gapni kesidi, undan boshqa nima fe'llar bor? Qildi, atdi, yatdi, mangdi, o'gandi, vaqirdi degan o'xshash harakatni bildiradigan fe'llar bor. Biz u ash fe'llar chiqqan chog'da anandan keyin uni so'zlaymiz. Endi qaytib kelsak, this is your handbag. Buni endi bo'ldik. This degan bu degan gapdi. Is degan nimti bo'lsa, your degan nima sizning handbag, qo'l sumkangiz. Hatta Uyg'ur tilida somka deganimizni qo'shib, qo'l sumkangiz deyotganmiz. Ingliz tilida demasak bo'ldi. This is bu bo'lsa, your sizning handbag, qo'l sumkangiz. Okay. Diqqat qilinglar. Be fe'l bilan kelgan jumla. Bu yerda bir xil jumla shakli bor, u o'xshamaydi, u boshqacha vaqt kelgan chog'da deyman. Be fe'l bilan kelgan jumlaning, ya'ni kesim fe'l bilan kelgan jumlaning tartibi Uyg'ur tilidagi jumla tartibi bilan o'xshash. Ya'ni qarasanglar, this bu, is bo'lsa, your sizning, handbag qo'l sumkangiz. This is your handbag. Ya'ni bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Ya'ni be kesim fe'l yani is am or degan bo'lsa, bo'lsam, bo'lsang degan kesim fe'l bilan kelgan jumlalarning hammasi nima bo'lish kerak ekan? Qanday bo'ldi ekan? Ya'ni Uyg'ur tilidan tartibi o'xshashgan jumla tartibi. Jumla tartibi o'xshashgan. Lekin diqqat qildi ayranlar. Uyg'ur tilida bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa deganni tushirib qo'ysak bo'ldi. Bu bizningki tilimiz taraqqiy qilish jarayonida maqsad musaqim bo'ldi ekan degan kelgan. Masalan, sen 4 desak, bo'ladi. Men o'quvchi desam bo'ladi Uyg'ur tilida. Lekin ingliz tilida bo'lmaydi. Ingliz tilida cho'qim bo'lsam, bo'lsang deganni cho'qim elish kerak. Masalan, u qiz bo'lsa o'quvchi demoqchi bo'lsam, u qiz bo'lsa o'quvchi demoqchi bo'lsam, ingliz tilida cho'qim u qiz bo'lsa o'quvchi deb hech qanday yerini tushirib qo'ysam bo'lmaydi. Ya'ni bo'lsa degan elivetsam bo'lmaydi. Uyg'ur tilida nima? U qiz o'quvchi desam nima bo'ldi? O qiz o'quvchi desam nima bo'ldi? Ya'ni bo'lsa, u qiz asli to'liq nemisimi? U qiz bo'lsa o'quvchi degan gap. This is your handbag. Yani demakchi ingliz tilida ma is deganni tushirib qo'ysanglar bo'lmaydi. Bo'lsa deganni tushirib qo'ysanglar bo'lmaydi. Bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Ingliz tilida bo'lsa deganni tushirib qo'yga olmaydi. Buni vaqt kelgan chog'da haqiqiy harakat fe'llar kelgan chog'da men qanday qilib qaysini olamiz deganni gapirmay. Hozir bildirganinglar faqat bir narsa. Yani kesim fe'l bilan bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa bilan kelgan jumla uning tartibi Uyg'ur tiliga o'xshashgan. Yani Uyg'ur tili qanday tartib bilan desam, ingliz tilida shunday tartib bilan deyapman. Lekin bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa deganni ingliz tilida tushirib qo'ysam bo'lmaydi ekan. Masalan, this is your handbag. Bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Tugadi. Uyg'ur tilida mo o'xshash deymiz. Lekin ingliz tilida izni hargiz tushirib qo'yish bo'lmaydi. Endi qaytib keldik. This is your handbag. Bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Endi Uyg'ur tilida so'rab qolsaqchi, bu sizning qo'l sumkangizmi demoqchi bo'lsamchi. So'rsamchi, bu sizning qo'l sumkangizmi desam, Uyg'ur tilida faqat aqsqi nimni qo'shib berma, muni qo'shib bersamlar, bu so'rab qaylandi. Masalan, siz o'quvchi deganga siz o'quvchimi desam, siz o'quvchimi degan so'rab qaylanib ketdi. Shunaqa, and this is your handbag. This is your handbag. Bu sizning qo'l sumkangiz. Endi buni so'rab aylantirgan chog'da faqat ingliz tilida, Uyg'ur tilida muni qo'shib bersak bo'ldi. Ingliz tilida hech qanday yerini o'zgartmay faqat kesim fe'lni, ya'ni is deganni oldiga chiqarib bersak bo'ldi. Yani is degan bütün jumlaning oldiga chiqarib bersanglar bu savolga aylandi. Ya'ni this is your handbag. Bu sizning qo'l sumkangiz degan gapdi-ku. Endi bu sizning qo'l sumkangizmi deganni is this your handbag? Is this your handbag? Yani bu sizning qo'l sumkangizmi? That is oldiga chiqarib bersanglar bu savolga aylanib ketadi. Yani kesim fe'lni oldiga chiqarib bersanglar sualga aylanib ketadi. Har qanday avval ostida, har qanday jumlada kesim fe'l kelib qolgan chaqda, kesim fe'ldan bo'lsam, bo'lsa degan kelib qolgan chaqda, kesim fe'lni jumlaning oldiga chiqarib bersanglar, sualga aylanadi. Esan tutinglar.
Ba'zi avollar bor, ayrim avollar hozir bildig'inglar mushtaq qilsamni savolga aylandi ekan degan bilsanglar bo'ldi. Boshqa avollar shu vaqt kelgan chog'da anandan keyin men sizlarga qanday savolga aylantirishni deb beraman. Faqat hozir bildig'inglar agar bir jumlada aslida kesim fe'l bo'lsa, kesim fe'lni jumla oldiga chiqarsan, bu savolga aylanib ketadigan jumla deganini bilsanglar bo'ldi. Ya'ni this is your handbag. Bu sizning qo'l sumkangiz. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi degan gap. Ya'ni isni bütün cümle oldiga chiqarsak, bu jumla nimaga aylanib ketadigan? So'roq jumlaga aylanib ketadigan. So'roq jumlaga. Xo'sh, unda biz qaytib keldik. Undan so'ng is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi? Degan gap bor nuqtaligi. Bu sizning qo'l sumkangizmi deb so'rabdi. Pardon, nima dedingiz siz? Pardon. Nima dedingiz? Qaydasingiz o'pgan? Nima? Eliq bir gapni anglayamsak nima deymiz? Ha? Deymiz-ku uyg'urlik, ha? Bular o'xshash. Ha? Nima dedingiz? Qaydasingiz o'pgan degan. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi dedi. Yes, it is. Bu mening qo'l sumkam dedi. And yes, it is. Zada qanday gap? Yes degan bo'lsa, it is. Bu bo'lsa, u bo'lsa. And bu qanday gap qoldi qaranglar. Asli yes, it is degan gap, shu meningki degan gap. Asli to'liq jumla nima bo'lsa, yes, it is my handbag. U meningki qo'l sumkam degan gap. Uyg'ur tilida o'xshash biz qo'pab, "Ma qo'l sumka sizniki, ma sumka" desa, meningki deymiz-ku, shuning o'xshash gap. Ya'ni Uyg'ur tilida meningki qo'l sumkam deb jumaymiz, u dalda ishlar javob bo'ldi. Ingliz tilida o'xshash. Ya'ni yes, it is. Yes, it is. Ya'ni u shu. Endi to'liq bo'lsa, yes, it is my handbag. U bo'lsa mening qo'l sumkam deyishga to'g'ri keladi. Lekin ingliz tilida o'xshash, unda deyish bir falokatchilik, shunlashqa qisqartirlar. Bu sizning qo'l sumkangizmi? Is this your handbag? Yes, it is. Meningki deb javob bersak bo'ldi demakchi. Yes, it is. Shu deb javob bersak bo'ldi. To'liq nimaki? Yes, it is my handbag. Bunda javob berishlarni yana keyin o'rganamiz. Hangapti yes it is. Bu mening qo'l sumkam dedi. Thank you very much. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Shundan birgalikda birinchi darsimizniki teksti tugdi. Men hozir asta bir o'qib beraman, tezroq bir o'qib beraman, tez surat bir o'qib beraman. Shu bo'yicha mashq qilasizlar. Eng oldin bilan so'zliklarni o'qishni o'rganisizlar. Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Normal o'qilishi, Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Tezroq bo'lsa, excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Ya'ni boshda o'rgangan chog'ingizdan tez o'qib shu talaffuzni to'g'ri chiqarib tez olsanglar mushkulinglar bo'shab ishtik og'zinglar chiqadi. Men o'qib bergan bo'yicha buni qayta o'qib yodlayversanglar yaxshi, bo'lmasa pishiq o'qisizlar. Endi keyingi ikkinchi dars qarasak, buning so'zligini bayib ko'rib bo'ldik, shunaqa. Bu asosan bu sizning bijimingizmi degan tekstga bu shuni bir o'qib bersam bo'ldi. Is this your pen? Buning kelish manbasini sizga deb berib bo'ldim. Bu sizningki siyoh qalamingizmi? Is this your pencil? Bu sizningki nima? Qora qalamingizmi yo qarindishingizmi? Is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Is this your watch? Bu sizning qo'l soatingizmi? Is this your coat? Bu sizning paltoyingizmi? Is this your dress? Bu sizningki uzun ko'ylagingizmi? Is this your shirt? Bu sizningki koptingizmi? Is this your skirt? Bu sizning yopkingizmi? Is this your car? Bu sizningki mashinangizmi? Is this your house? Bu sizning uyingizmi? Yani bu biray. Is this your pen? Is this your pencil? Is this your book? Is this your watch? Is this your coat? Is this your dress? Is this your skirt? Is this your shirt? Is this your car? Is this your house? Shuning bilan birinchi
ikkinchi dersimiz müşahede ahırlaştı. Bizning talab qilganimiz so'zliklarni cho'qim ma'lum bergan bo'yicha qo'shib o'qishni o'rganishlar bilan so'zliklarning talabbizni to'g'ri chiqish kerak. Andan keyin so'zlanayotgan grammatikani yaxshi bilish kerak. Yaxshi bilish kerak. Shuningdek bizningki birinchi, ikkinchi dars müşahede tugdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar. Mashq darsida cho'qim mashq darsida qatnashinglar. Hammanglarga rahmat. Kelar qitim ko'rishaylik.